بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد كانك درسنا دوامه الركن الثالث وأما المشفوع عليه المشفوع عليه bir uyni satgan chog'da bir xaridor setib oldi. Setib olgandan keyin biz qo'shnisiga shirik edaylik, shu asli sotquchining shiriki. Biz shu uyni setib olgan odamdan shu uyni shepiylik haqqimiz bilan tatbiq olmoqchimiz. Shu uyni setib olgan va uy qo'ldan ketmoqchi bo'lgan odam mashfu alayh. Yani boshqalar tarafidan shepiylik haqqiga uchrab uy qo'ldan chiqib qolgan odam demoqchi. فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عندما يرى الشفعة للجار هذا في مذهبته خوشنلاغمو شفلك أقبال ينته بعضlar qo'shniga shufillik aqba deb qaraydi. Buning nazarida mo qo'shniga shunday keladi. Ondan jumhurning qarashida hammasi o'zining ulushini o'zaro taqsim qilib olmagan shirik bo'lsa, shirik bo'lgan narsa o'ttirimizda o'rtaq bo'lishib olmadik. Aynda holatda bir shirik nasibini setib qolsa, boshqa bir uchinchi bir shaxsiyat bir odamga endi shirikininki shepillik haqqi bilan talab qilish haqqi bor deydi jumhurlar. Demak, shunda shirkatning taqsim qilinmagan mulkini yoki qo'shnichilikdan qo'shni satmay uchun bir shaxsga satgan ahvolda setib olgan kishi keyin buning qo'ldan shepillik haqqi talab qilib boshqalar qaytarib olmoqchi ilomaz. Shu kishi mashfu alayh deb ataldi. Mesela şirklerinin taksim bulunmayan milini şirkten bitse özünün nesibisini Ahmet Akın sattı. Yani bu şirkten kaçtı Mehmet Akın yok ben şirkim olan diken bana setişin gerek dep Ahmet Akın'dan ilgili adam bunu. Ben ilişki haklı yaptı. Baş Ahmet Akın hazır meşfu aleyh. Ya ki hoşna oluşu mümkün. Mesela bir mezhepte hoşna işki Muhammed olan Mahmud işkiyle hoşna olan olsa Muhammed uyini Ahmet setayotgan bo'lsa, Mahmud buning qo'shnichilik shipiliga qimba deb Ahmaddan buni tatib olgan. Vaqtalafu fi man intaqala ilayhi al-mulk bighayri shira. Endi bu yuqorqi ahvollar setish orqali igdochilik o'tkazib ketgan ahvol. Ham sotmoqdi masalan. Shirkit odam o'zining nasibasini shirkiga berishi o'zilkanmoqdi. Bu boshqa bir kishiga hadiya qilib turibdi. Ve onundan başka her türlü bundan narsiga sarf qilib turibdi. Satmabdi lekin. Bir g'ayri shira degan mesela hadiya qilib etdi, sadaqa berib etdi, yoki o'lib ketishni vasiyat qilib qo'yib o'lib ketdi, yoki to'yliq qiladi. Mesela qazin to'ladi, her türlü nimaga ishlatdi. Lekin satmadi. Fal mashhur 'inda Malikin İmam Malik'nin qarashlarida mashhur qarashda anna shuf'ata innama tajibu idza kana intiqal al-mulki bi'awadin kal-bay'i was-sulhi wal-mahri wa arsh al-jinayati wa ghayri zalik. İdza kana intiqal al-mulki bi'awad agar shu igdochilik ma'lum bedel qarshiligida o'tkazilgan bo'lsa, bikog' berayotgan yo'q. Cho'qib uning muqobilida bir narsa elib shu bedelga bergan bir ahvol bo'lsa, bu bedelga bergan ahvol bir xil İmam Malik nazarida şu söz sıddık. Çünkü beyat deganlikda tabadul. Undan keyin bu bir xil bedel elib qulog'iga söz sıddık iborat deganda qarab bunda holda shu filga haqqi bor deb. Yani bedel bilan bir kimga berib etsa, kelbay amana setibdi. Yoki sulh. Sulh deganmi masalan u bir narsani chiqib etgan, shundan qartab to'lam berib, mushani rozi bo'lsalar deb berib etgan bo'lsa demakchi. Vel mahr to'yliq quribdi. Lekin to'yliqning qarshida xotinni oldi, shunami? Va arshil jinoyat. Arsh degan badan a'zolari qilgan jinoyatga qarta to'lam. Ya'ni fima dunan nafs. Diyatul a'da deymiz buni. Diyatul a'da. Agar butun bir jon to'limi bo'lib qolsa, diya. Badanning ba'zi a'zolariga qilingan jinoyatning to'lamlari bo'lib qolsa, masalan, birsini ko'zni qo'yibdi, qo'lni kesib o'tibdi masalan. Albatta bu adamni o'tirayotgan to'lami shuni sisirdi. Ve gayri delik ve onun başka işler dedi. Ve bihi kâle Şafii, İmam Şafii mu? İmam Malik'in bunun şu meşhur karışını tuttu. Ve anhu rivayetun thaniye, yani anhu, yani İmam Malik'tin. İmam Malik'tin meşhur bir karış geldi. Bu meşhur karışını İmam Şafii tuttu.
Endi acizroq bir qarash keldi. Acizroq bir qarashda fi muqabilil mashhur deymiz zaman. Enneha tecibu bi kulli milkin intaqala bi'iwadin ev bi gayri iwadin. Yani karşılıklı ya karşılıksız bo'lsin, igidachilik o'tkazsam uchun bir shaxsga, yat bir odamga shirkining shabiliga qabul bo'ldi. Hali ya şirket dediğim için şirkçilik derdimiz var. Koşunun gapini qildik. Çünkü İmam Şafii, İmam Malik'e koşunun gapini e'tirof qilmaydi. Qanda bagağı bir etsimi ya bir ötenmeyse bunun qo'lab o'tish kerak deb turadi. Satadamdi, lekin shunadimi men olib da bagağı bir ötenmaydi deb turadi deydi. Men ajiz qarash lekin 10 ming so'qamiz, 10 ming qarash kerak. Men sektorga do'stim bo'lgandan bu demek bu ahvalda neç pulga alırsınız degan bir masala chiqib boshqa. Lekin o'sha shu bilik aqibami yo'q bo'lsa badi. Ma o'ymasdan ish kerak shirk. Siz to'y qillar. To'yliqqa meni o'sha uydagi nesibamni to'yliqada sizlar olib kirsan, ha? Shu nesibamni to'yliqada bir xotin oliblar. Lekin men qo'pab der ekanman, yo buni u xotinga bir o'tmaysa, men ish qillar. Undan so'ng neç pulga alsa, uning bahsi bitishaymaslar. Lekin u ayolga unda bir o'tmaysa, mening qo'lim qoladi bu deb turib ekanman. Ma qarashga asosan. Yoki baka birisiga sadiq qilayotgan bo'lsinmi? Yo uning unda sadiq qilayotmaysa, menda qoladi bu der ekanman. Ha, men pulni olsam, pulni sadiq qil degan tariqada. Haqiqatan to'g'ri aytmoqchi. Yo'q, hujjat xato, o'zim bo'lgan saqib beradi. Shu paytda nemish qo'ygan desa, shirk degan ziyat saqlab qo'ygan narsa. Ha, sadiq bo'lsin, men mahramdan boshqa narsa uni muslimas qilib bermasman. Demak, bu qarashdan hozir qulluqchilar bor ekan. Kal hibati bi g'ayri ivad. Bi ivad deganda yuqorida bayon qildik-ku. Bi ivad deganda bay', sulh, mahr, arshil jinoyat. Shular misa bi ivad degani. Endi bi g'ayri ivadning misoli kal hibati li g'ayri thawab va sadaqa. Sadaqa bervatda. Hiba li g'ayri thawab. G'ayri thawab degan bir qadam chiqdi maktabda. Nima bo'ldi? Soğatqı bir dığan ne diye bir dığan nesini ikkiga ayırdım. Biri şunda alamında diye bir attında bir öteş. İkincisi madiyani basam bana bunun udalaqni ağaç kıldı deb tavab degan yani bunun qaytadigan bedelini ko'zlab badiyalar isteyim. Mesela ayollar yo'lliq tutgan, ayol yo'lliq tutdi lekin maqsadi nima? Bu cho'qim qaytib kelganda udalaq narsa ilkildimi deb yo'lliq qildi. Bu faqat qaytib kelmaydigan bo'lsa yaqinmas mumkin. Masalan, kalhibal g'ayri tavab degan ashunda mukofot ko'zlamaydigan ibodat. Yani ko'ngildan chiqarib bilan bir o'tibdi uning mana bunun qarshiliqini berdiya qiladigan umid yo'q ekan buni. Yani butunlay qarshiliqsiz demoqchiman. Ma'adal miras. Hani miras deganmi badalsiz ham qabul qilgan narsa bu. Miras bilan unda shubha degan bir narsa yo'q. Chunki o'ylab qolgankin bunun nisibisi shu mirasxo'r qoldim. Bunu ya bunu tashlab ketmaydan balanga men setib oldim pulni balanga qoldi degirilmaydi deydi. Ve emmel hanafiyyetu feşşufatu indahum fil mebi' faqat. Yani Hanefi mazhabda şufa degan shu so'z setiq bilan bo'ldi. Satqan bo'lsa men satibda mayab qolaman deb şufa haqqini talab qilganmiz. Ve umdatul hanafiyyati zahirul ahadith. Yani Hanefi mazhabninki delili nima? Aşı muttafaqun alayhi hadisninki zahiri. Yani nas'ın saltun. Qandaysa ve dalika mefhumaha yaqtadi annaha fil mebi'ati. Çünkü aşı hadisinin zahiri şuna qarasak, aşı hadisinin zahiri nima ko'rsatdi? Bu satqan narsida degan gap ma'vo degan nima chiqdi shunda. Bel dalika nas'un fiha. Balki aşı hadisida kelgan iboralar so'zat qilgan narsada dal shu nas darajalik kelgan. Shuni dal ifodalaydigan, aniq ifodalaydigan iboralar. La fi ba'daha. Bunun bir qismida nas, bir qismida zahir ya muavval emas demakchi. Fala yabi' hatta yasta'dina sharikahu. Undan so'zat qilishida shirkidan ijozat olmay boshqalarga sotib bo'lmaydi. وأما المالكية فرأت أن كل من انتقل بعوض فهو في معنى البيع. İmam Malikiye'nin karşı bedel eliplan bagen nas bolsa so'zat qilmoqmi qarshilik bo'lgandan keyin bu shu so'zat ma'nosida. Al-bay' degan mubadala.
Yani ki almıştıgan buldu bu. Satkan buldu demekçi. Ve vecih rivayet-i thaniye qila degan muqabil meşhur rivayetninki delili enneha i'tabarat darar fakat. Bayatını degan şu zil urush ba ziyan tasib etish ahvol bo'lgan ekan, shu fahmi ziyan tasish uchun yo'l qo'yilgan bo'lgan ekan. Buningda ziyan tasgan ekan, shafilik haqqi bo'ldi debdi. Ve emmel hibatu lis-sawabi uning qarshiligida hadiya beradi deb o'ylamay, ayni berib etish bo'lsa, fala shifata fiha 'inda Abi Hanifa wala Shafi'i. İmam Ebu Hanife, İmam Shafi'i, İmam Ahmed mo mushkilam bilan billah. Demak, jumhurning qarshida shifa yo'q dedi. Jumhurning qarshi bu. Buniki İmam Malikning mashhur qarshida shifa yo'q degan. Aqila degan qarshida nimba. Amma Abu Hanifata falianna shifata indahu fil mabi'. Unda İmam Abu Hanifa nima uchun hibada shifa yo'q desa, shifa degan shu so'zsat bilan bo'ldi deb qaraganlik uchun bu bizga binas berayotgan chog'da shifa yo'q deb turoldi. Va amma Shafi'i falianna hibata thawab indahu batila. İmam Shafi'i debdi bir narsa ma kin hadiya qildi deb shu tama bilan hadiya qilsang u hadiya batil debdi. Nima batil bo'ldimdi? Lekin bu o'zining tamasi. Lekin u odam cho'qim hadiya qilish shart emas. Akammiz ona nima qilmoq hadiya kelmaydi, men seni yo'lga tutgan turzanda tanini boqolmaydi. Lekin Rasulullohga qas bir arabiy qas bir hadiya qilib qo'ysa Rasululloh ubdara qaytirib o'tdi. Shu batil desa Uçad Resulullah'ın onda kayıtır etken o batılın üstüne kurulgan batıl olarak kaldı. Ma buni ala batıl fa batıl olarak kaldı. Halbuki o batıl emez. İmam Şafii'nin anlattığı hoca sayılan ibadet tabiinde batıl olsa o tamam kılmayla bir de şu mebul geldi mi? Ya şu tamam kılmayın o kısmı bunun da bedelsiz olan iken mesela hibe gayri sevap bu hibe olarak kaldı dedi. Lekin karşılık alaman degene o etraf kılmıyor İmam Şafii. Lekin karşılıksız verip kalsa onda şüphe yok dedi. Burada batıl deyişte kalbimizin aşkar kılmanın ya batıl ya bu salatın közüne bu közde belirli kılan desem yaxşı olmaz. Bununla verirler. Ya ayında kıyısımamda çokun kayıtırışın gerek emez deyin bu şimdi. Batıl degene onunla asasen onu binasından talep kılanmaysan. Bunu hibe degeli olmaydı o dedim. Hibe batıl. Lekin bu nima mubadala oldu. Almashtirish. Mesela Allah da bir numarak ne? Yani biz başka bir rakı almashtırılan gibi. Rak soğukluğu. وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة مشاهدة şüphelik hakkı bağ deyince. Yani bu çokum var şüphelikler bunda bulabilir. Eğer şüphelik hakkı adam talep kıptırvarsa bunun müşakkımını zaten talep kılman da kıptırvarsa şüphelik bulur. Talep kılman meclis meyle. Demek vacibet degen şüphelik hakkı bağ demek. İmam Ahmed mu şunda qaraydigan. Yani hibet sevap meselesinde. Hibet sevabda hazır tasavvur qilgansa, mesela o'ziki 50% nisbasini bir odamga men sizlarni tabriklab, sizga hadiya qildim debdi. Lekin endi menmi maktab tutsam, meni tabriklar deb qutgan bu. Hibet sevab, ha? Shunda ko'zlab qutgan. Shunda qilgan ahvolda ma 50% shirki bu ya sening nisbangni ma olma, shafilik bilan talab qilma deb berayotganini qaytarib ola olgan. Albatta aqlni bir qaytarib oldi. Yani nashbilatni bir pulini qanday bekitimiz u boshiga. Lekin menda qildi deyar ekan. Wattafaqa al-ulama ala anna al-mabi' alladhi bil khiyar annahu idha kana al-khiyar fihi lil-ba'i anna ash-shuf'ata la tajibu hatta yajib al-bay'. Endi olimlar mesela so'z sotib qilgan chog'da ba'zi xiyar isbotlangan so'z sotib qildi. Xiyar shart qilingan. Setlab 3 kungacha andirib gapira olayman. 3 kunga andirib akasam olinajmamsa deb. Yani sadqa odammi men yandirasam andirib olaman eligicha deb bunda shart qilgan bir ahvolni bo'ldi dedi. Annahu idha kana al-khiyar fihi lil-bay' satqchi tanlash haqqi bor bo'lgan ahvolda men yenivasam olaman deb sadqa odam bunda shartlashib ketgan. Bunda ahvolda anna shifa la tajibu hatta yajib al-bay'. Ay soda üzül kesil kutganga qadar o shifa vojib bo'lmaydi. Shu
Çünkü şüphe degan şu birisi mülkiden çıkarıvetken ziminni şunun şirki ya hoşnisi ya ben alıptım da talep kılışıgan mülkiden tek çıkmagan hesapta bu. Soda resmi vücub bulab kesiliplam üzülse ondan keyin qo'ldan ketgan bo'ldi. Qo'ldan ketgandan keyin anda şüphelik oldu. Qo'ldan ketganga qadar şüphelikimiz yo'q. Bunda ittifoq ekan. Allohu akbar. واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري أم ستواء وشنو اختيار القواقي ما خاصة من دور برما يعني ما نشكل سيان دور برما مثلا دب عند اختيار لقنا شرط كان مدافعين فقال الشافعي والكوفيون إمام شافعي الله إمام أبو حنيفة وكوفة أهله دبت الشفعة واجبة عليه لأن البائع قد صرم الشخص عن ملكه وأبانه منه bu chaqda şüphe vacib bo'lib ketdi dedi. Hozir setvoqchi men yondirib bersam, undirib birman falan chaqqicha degan ahvoldimi? Vaqtida men oldirib ketiblam, shekillik talab qilsam bo'ldi ekan. Nima uchunsa, chunki sotqa odam tarafidan bu o'zining mulkidan chiqarib o'tgan hisoblanadi. Xuddi o'mda butun setvatdim-go, men yeni olmayman-da, men yeni shu uzil kesilman, qo'limdan chiqarib o'tdim deb o'yladi. Qad sarama yani qata'a الشخص عن ملكي أشو إزدان نسيسنا إزدان ملكدان çıkarıverdim dep buldu. Ve ebanahu minhu. Yani onu üzül kesil azirip çıkarıverdi demiş. Ve qila inna şif'ata gayru vacibatin aleyhi li'ennehu gayru daminin. Yani bir qarashda onunla şüphe hakkı kelmeydi depti. Nima uchun? Bunda ahvolda şüpheli haqqi talab qilinib, onun qo'ldan tortilib qolmaydi dedi. Li'annahu g'ayru damin. Chunki u kapolatlik qilib turadigan odam emas dedi. U qo'ldan chiqaribdi hozirdan uni. O'zining qo'lida uni igolab turgan ahvol yo'q dedi. Hozir bay'ani deyish kerak. Lekin u mushtari qo'lni topshirib olgan bo'lsa, damini ya qo'lida qo'lni topshirib oldi. Lekin yana o'zi shaqqi bor degan holatda lekin shu chog'da u uni binas qilsa to'laydi. Ya qo'lga topshirib olgan bo'lsa, mushtari damini. Lekin do'konni qo'yib kessa bay adamın. Eğer bunu bayat bize arizamın ise bu bayat yuvarlısı mı arizamın mı? Çıkın soğuşlaşma mı yavacık müşkek, şu bayat soğuşlaşma mı yavacık olması gerekiyor. Dışarıda gayr vacibe aleyhi diyen damirni bizaş baiqa nımqisak to'g'ri chiqaverdi. Leanna gayr damin. Çünkü o nimani topshirib bir bo'ldi mushtariga. Bu mushtari xolos endirib bermoqchi, xolos endirmay ketmoqchi. Nahotki bu tovarni hech qanday daman ostida tutmagan ekan, u şufa masalasida uni avariq qilinmaydi. Şafak mushtarilar ijtimoiy ma'nosi. Yani şufa degan nimani uning man setishing kerakdi. Buni sen boshqadan setsan ham uni avariq qilish yo'q edi. Yuqori qismimizda xiyar bayat uchun vaqtni bayatda zaman bo'lmaydi. Yo'q, u ba'zi zaman bo'lgan bilan mulkidan taqa to'liq chiqarmagandek. Uzil kesil chiqarmadi. Uning mulkida shu. Yuqorisi u mulkdan to'liq chiqarayotganligi uchun xuddi ana isboyat borda shu vojib bo'lmoqchi bo'lgan narsani isboyat uni mulkidan chiqadi deb qaror chiqarligi yana qo'shnisi shu qanday shart bor. Uni mulkida bor deb qaror narsada qo'shnisidan shu kuni bo'lmaydi. Tartib sharti yo'q. Uzil kesil satmagan ekan, o'cha talab qilinmaydi dedim. Tamam. İstak meselesi. Endi xiyar lil mushtari bo'lsa, mushtari bo'lsa, uzil kesil sertifikatga bo'ladi. Ya uzil kesil satmabdi uni. Men ixtiyorligim bor edi. Nahotki ixtiyorlik bor muddatcha o'cha shubha yo'q dedim. Shubha degan mulkidan to'liq chiqayotganda bo'libdi dedim. Endi u odam buni men satdim debdi. Lekin xaridor endirib berish ehtimoli bor ekan. Endirib berish haqqi bor ekan. Bunda ahvolda Şafii bilan Kufiyun eşşüfe vacibetun aleyhi. Yani alel müşteri demiş. Eşşüfe vacibe alel müşteri. O çağda meşfu aleyhi buldu şu. Kimi vardı müşteri meşfu aleyhi? لأن البيع قد صرم الشخص الملكي وأبان منه وقيل إن الشفاء غير واجبة عليه على المشتري. على المشتري ده شو؟
Doğru ekan. Shubha talab qilgan bayon bo'lsa, Yo'q, shubhani talab qiluvchi bayaning shirki. bayon shubha kimni talab qilish shubhani? Ha, setvadim, mushtariydan. O'tida bayi alamdir. U mushtariyning Yo'q, talab qilishni demaymiz. Hozir shu shubha talab qilsa, kimning qo'lidan tatib olmoqchi biz narsani? Bu tabilisning tushunchasini tabilaysiz. Ha, shu uchinchi shaxs. Uni bu agar yo'lmayda sherikdagi Bu boshqa masala. Hozir fuqarolar kimdan talab qiladi shuni? Qozixonadan qilamiz. Qozixonadan qilsa shu sitvadan bilan berib bilan qaytira manda bilan qo'ldan topshirib olamdi yoki mashirga orqali bunda topshirib olamdi, bu boshqa masala. Hozir shepilik haqqi bo'lganlikdan mashirikni qo'ldan asit bo'lgan narsa qo'ldan chiqib qoladi nima? Mashfu alay. Sitva uchun. Misol sitva uchun. إن الشفعة غير واجبة عليه يعني على المشتري لأنه غير ضامن. مشان لأنه غير ضامن ديجان سكشميس. Bayi diğer bir sene adamet gibi. Yani kolu tapşırıp appoğan bolsa damın buldu. Lekin kolu tapşırıp ammay dükkanı koyup koyma iş küçük gün için maslahat kılıp kiseyma soduna deb ketken bolsa gayri damın buldu. Lekin bayi gayri damın mevcut ama bayi bundan çıkıp oluyor. Ya müşteri var. Müşteri azap var. Müşteri gayri damın. Müşteri gayri damın. Müşteri gayri damındır. İbaret duyunca müşteri. Müşteri iken. Lekin gayri damın engel taza. Bu aciz qarashgan zaten. Şu taza kelmagandiki aciz qarash. Qiyiladigan. Ham bu yerda damın bo'lishi mumkin. Qo'li topshirib o'lib, bo'lsam, bir ish qilgan bo'lsa, damın bo'ldi. Bu yerda balki g'ayr damın degani bu shirkchilik o'tiridagi taqsim qilinmagan narsani sotgan bo'lg'achqa, qo'li topshirib erishgan narsa bo'lmaydi. Ha? Mesela mağaradaki 51 savdi, şunu sattım, onu aldım. Peki iş küçük mesela kolay. Yeni vasımen olmadı ya ahval diken. Şunda adet olan diken bu ödüğün şöyle bazı gayırdan mı? Maliki mezhepte erkesin erketmesin okşuşta bayağı ihtiyarın mezgili bayağı biraz damladı. Yani mağadan da öyle zımından kötürüp ketkiler olmalı diken. Şiriklikte varlardır. Kötürüp ketkiler olmalı diken gayırdanın zigen doğru çıkıyor diken. Ya taksim kılmagan, kulu topshirib olmagan. Gayırdanın diken doğru diken. وبه قال جماعة من أصحاب مالك. İmam Malik'nin şagirdlerinden bir grup muş qarashni tuttu. İnne şif'ata gayr vacibetin alel müşteri demekçi. İmam Ahmed'in muş qarashda ve ihtulifa fi şif'ati fil musaqat. Musaqat şif'anın ibaretisi ve hiye tebdilu ardın bi ardın. Bu bir zamanla almashtirish debdi. Qanday tasavvur qilib bo'ldim? Chiqish yeridan birisi sen yazmanda shirk qilsan. O'zimizning ya chiqargan taraf yanada Meni nisibam bo'lgan zamanni sen musaqat badam desa, anda uni shirk qilib, ya uni musaqat bermaysa, men berishim kerak. Uningga berishni egizpasi u boshqa yerdan zimin ko'rsatib, ana oyada musaqat qilmaninga. Lekin mazmunni men o'zim ishlataman degandek bir ahvol bo'lsa. Tabdil ardın bir ardın da şu ziminde almıştır bir iken. فعن مالك في ذلك ثلاث روايات الجواز والمنع والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب. Birinci qarash jaiz debdi, almashtirib bir ekan. Ikkinchisi mendan debdi, almashtirmaydi ekan. Ya'ni shubha yo'q demakchi. والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب. Eşrak degani shuraka demakchi. Yana zimindin ko'chab berish, bu ziminni qo'yib majmunga o'tkirish masalasi shirklar o'ttirdi bo'ldi debdi. Shirklar o'ttirdi. Qanday? Shirk bo'lmasa burmayaga. Uch odam shirk bo'lsa, Shirk bo'lsa, masalan, yerimni bir odamga bir shirk musaffat qilgan bo'lsa, sen uni bermasa, mana bersa desa, o'zakini mayoq shirkga unga boshqalardan davosasi başka mayan biri sana mayamin olsun. Yani bu iki şirk dese şuraka diyen işletme. Eşrak diyen ikinin köpünü bildirdi. Ondan şirk var desek mesela. Bir şirk uzun ismini yana bir şirkке müsakat kurup. Sanki ma şirk o ya ma vurttum ona deb turasa
hesap bulmaydı dedi. Bu çağda bunda şu kadar gel bilan almashtırishimiz yo'q. Lekin shirk olsa yat bir odamga bergan bo'lsa, ma ikki shirk bu çağda yo'q. Mana birisi men sen musaqat tutishga odamga boshqadan o'rin ko'rsatay, ajrini bergan deb turoldi. Shuna bayna ashrak va ajanib degan farq shu. Falam yaraha fil ashrak. Undan shirkka bergan ahvolda yana bir shirkini unda buna qimbat degan nima yo'q deydi. Varaaha fil ajanib. Ajanib qilsa, unda shirk qilib, ba'zini men musaqat qilma, lekin a shirkka men boshqa ko'rsatib beray. Uning mushi ziminning o'rniga men boshqa ko'rsatib beray, jiraqdim. Ashaqisi mening ziminni muqtashda medilar jumsun bor. Shirkatga shirk ya to'shrik deb qalsa, bu shirkdan birisiga bergan bo'lsa, yana bir ammagan shirk qilib, uni bermaydim, mana birdan desa hisob emas. Lekin yerdan berib qalsa, shirk andan talab qilishaqqa bor degani shu tabiiy gap bu. Musaqatda cho'qimanda zimin baqildan, u boshlansin. Musaqat shu yerdan bergan bo'lsa, shirklar o'chada yo'q, yatadimga bo'lmaysa bizga birsa, biz boshqalar yoki o'spirinlarga shuni musaqat qilib olib deb azminni almashtirar ekan. Tabdillar qilib almashtirar ekan. Agar shirklar bir shirk, ikkini bir shirkka bergan bo'lsa, mafshin shirk qilib, uni bo'lmaydi, boshqalarga o'spirib boshqalar qilib olsin, buni deyilmaydi. Buni deyilmaydi. Chunki unga o'xshash shaqiy. Tushunaman? Ondan va musaqatdan boshqa nima bu? Mesela 3-4 şirk qilib qalsa, bundan boshqa shirk bir shirk setib qalsa masalasi. Boshqa shirkning shekilli yaqin bo'lamdi, bo'lmamdi, qanday ijro qilib degan masala bor ayrim. Ani ba'zida ikki shirkni sotganda ahvol, ya'ni ikki shirk bor. Hozir kiradi masala. الركن الرابع في الأخذ بالشفعة. Mana shibirga talab qilib başnasini men olaman deb qo'limizga ilish masalasi. والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع. الشفيع degan şey şerik ha. Köpünce cümlenin qaçı şerik degan. Mesela şefiylik haqqı bo'lgan kishi, ya'ni ash-shafi' degan shu, ash-shafi' degan. Nim bilan oladi buni? Qaysi bahada oladi? Va kam ya'khud? Qanchalik oladi? Qanchalik oladi degan ikki shirk qilib qolsa, shirkning nisbatlari o'xshash emas. Birsin 50% shirk bor. Ba'zida 10% shirk bor, ya'ni 40% bor, ya'ni 50% bor. Boshqa kimni setayotgan taqdirda bu ikki shirk tang olamiz degan taqdirda ikkisi tang olamdi yoki shu asli sarmoyasiga, ulushiga loyiq bu 40%, bu 10%, hamisi bunda 50% bunda olamdi degan. Va mata qachon oladi buni? Qachon topshirib oladi? فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا. Naqd satma 100 ming ko'yga ma'lumni satdi. O'zining nesibisini. Satgan ekan 100 ming kun gachcha sanablam ma'lumot bilan topshirib oldi. Vaqtalafu idza kana al-bay'u ila ajalin. Hamda nesib satibgan buni. Yat bir odamga nesib satibdi. Hal ya'khudhuhu ash-shafi'u bis-saman ila zalika al-ajal? Bu masalan bir yildan keyin 200 ming ko'ga satgan bo'lsa, bu mu? Şebelik qo'llar o'z oldigan bo'ldimi? Lekin bu mu 200 ming ko'y berib nisi bir yildan keyin bir dig'onga olamdi. Aw ya'khudal mabi'a bis-saman halan. Yoki naq berib lam olamdi. Va huwa mukhayyarun. O'zining ixtiyorligi bormi? Ya'ni men naqalman siz naqal oladigan, yo nisi sen ashun qanday satgan bo'lsang shunda olay deyadigan holatda ixtiyorligi bormi demoqchi. فقال مالك إمام مالك يعني إمام أحمد بولدبتو يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا. Eğer aşu şirke qoldu pulolab qachon dizib beradigan odam bo'lsa, mali degan qoldu ilkidi bor. Qachon dizib beradigan odam bo'lib qolsa, nisi setvasi bo'ldi. Aw yatiya bidamin mali. Mali bo'lmasa qanday qildi? Qul ilkidi bor cho'ng baydim bizni men kepil digizib paslan bo'ldi. Men zamin deb pasa bo'ldi. Çünkü şu nesi qilib shu bizildan keyin shu pulni olgan chog'da u birinmay qolsa zamin birdan bo'ldi. Qaydamni shirkni satishda alamay qilishni sirab boshqa satgan bo'lishi mumkin. Balki shirkni obdan bilgan ekan. Izakan deyapti oluvchimi? Ida kana ash-shafi'. Men shibirlik haqqim bor, men qoladi degan odam qo'l ilkidi bor pulni beradigan bo'lsa, u chog'da nesi satsin bo'ldi ekan. Tushundingmi ya? Nesi Yok, mesela hazır mavi elçi kelini oturda
Sen nisivangni boshqa bir yat odamga nisi setibsan. Satgan ekan men shibilik haqqim bor, buni shirkimning uyini ma'af qilaman deb shibilik haqqini talab qildimmi? Satgan ekan shibilik haqq bilan men oldigan bo'ldim. Men oldigan bo'lsam, men shuni qanday satgan bo'lsam 2 yildan keyin birdig'ini nisi olamdimi? Yoki men shibilik haqq talab qilib olaman deb tushgan ekan, men naq berishim kerak bo'lsa, ixtiyorligida bor ham yo'q deydi. Ma qarashda agar men qo'l ilkimda bor shu pulni bera oladigan odam bo'lsam, qachon bersin bera oladigan shunda boy bo'lsam, bu joyda nesiya oldi ekanman. Lekin qo'l ilkimda yo'q. Sen shirkim bo'lganki, uni ahvolini bilsa, pul olmayman bundan, pul yo'q buning qo'lda deb shu men yetadagi satgan degandek ahvol bo'lsa, men shibiliga qo'lan zorimdan oldim deb, amaliyotda pul yo'q. Bir yildan keyin beraman ammo tapalayman pulni deb turasam, ilishki ko'zim olmagan ekan, unda zamindan bizni akaslar, undan beray deykansiz. Bu ba'misa men berma deydigan mayda qaqadan bizni aklab o'qisin bu. وقال الشافعي المخير. İmam Şafii debdi ixtiyari. Yani Şafii ixtiyarlık var. Ne asım alıdı, nesi asım alıdı. Çünkü ama ana nesi satkan. Şu bahada ağım buldum. فَاِنْ عَجَّلَ تَعَجَّلَتُ الشُّفْعَةِ. Eğer nah bilmezse şüphelik hakkı geçide işletken buldu, şüphelik hakkı olan geçide elvetken buldu. Ve illa nah ammay aşu qanday satgan bo'lsa, men nesi olaman desa, bu chaqda şüphelik haqqida foydalanishimizsa sal kechikkan bo'ldi. Ya'ni hozir qo'llangan bo'ldi şüphelik haqqini. Qo'llanib shu sodini qila oldi-ku, qildi. Lekin unda uyni topshirib elab pulni berish masalasi sal kechikkan bo'ldi demoqchi. Wa huwa nahwu qawlil kufiyyin. İmam Şafii'nin mushqarishi Abu Hanifa va Kufa ahlining qarashlariga yaqin kelib qoladi deydi. O'xshash demakchi o'xshaydi. Şüpheli ko'pincha huquqqa shu muhayyar demakchi. Tataakhir degan ila vaqtni ajralgan shu vaqt ustida kechikib turadigan nisi muddati qo'shib shu vaqtlarda shüpheli kiritib chiqadi demakchi. Yo'q, unda demakchi emas bunda. Naqasi bo'ladi dedi. Fa ajjala ta'ajjalat shifaa. Yani fein accele caze dedi mi şunu? Fein accele caze. Yani nah ase hesap buldu. Nisi asım hesap buldu demek. Yani nisi asım alalaydı degen ben. Keçiktirsen keyin keçiktiri, karşıklar keçiktiri şu vakti kadar keçiktirelerde onunla keçiktirelerde degen mükemmel. Şu an bulursun. Ta'accele nasıl şu vakti keçiktirelerde? Şu hemen keçik. Eğer o aldıramdan bir tanesi şüphem şu vakti nah buldu. Eğer ondan kullanmışsa şüphem şu vakti geçiyor. Şu vakti keçiktiriğinde aldı. Ya bu ta'accelet şüphe degenge bu şüphe degenge artık bir. Yani fein accele yani iştirahu halen caze. Ve in iştirahu bi ecel caze aydan demekçi. Ve in tetaakhara ila vakti ecel şu Tamam, elbette bu sarıqaran anın bir yıldan keyin bir işkin kalma, 2 yıldan keyin bir ma'sa şüphelik hakkında işletemeydi. Çünkü şu qanday satgan bo'l shunda birinman deyalsandan şüphe buldu. Bundan bu gap artıq hozir. Naq asımı ixtiyari, nisi asımı ixtiyari demekçi. Ve qala Thawri la yaqdu illa bin naqd. Sufyan Thawri debdi نخ لم ألده نسي لمايده لأنها قد دخلت في ضمان الأول قيسازه ستواوچي نخ أصلا الله çünkü bu setvaochinin qo'li uchib bo'lgan, mas'uliyatiga tap bo'lgan deydi. Endi bilinmaydi. Bu damonning avvaldimi yoki bu damonning avval o'tmay taqabaynamisi qaytamdi o bir gap. Hali buni kimdan topshirib oladi degan masala bor. Masalan, shu shaxs o'tib bo'ldi, ig'dasi desa, men hozir buni kimning qo'lda olmasin, bayanning qo'lda olish mumkin, mushtarining qo'lda olish mumkin. Bu toza jamoatmaydigan gapkan. Qala va minna man yaqulu tabqa fi yadi alladhi ba'aha. Bizlardan degani shu Iroq ahlidan degan bo'lishi mumkin. Ay setvagan kishida tabqa fi yadi alladhi ba'aha satgan kishining qo'lida qoladi bu. Fein balagal ecel akadaha şefiye. Demek Savri'nin destekli karşı bu nasıl situasyon buldu çünkü o situasyo'nun qo'lga mas'uliyati o'tab bo'lgan debdi. Yana ba'zilarimiz mundaq deydi. Bu satqıchının qo'lda qoladi. Shu bekitgan vaqt 1 yildan keyin degan vaqtga yetgan chog'da ondan shefilik haqini ishlatgan odam topshirib oladi debdi. Bu mundaq ketgan. Şumadaki mesela bir yıllık
bu müşteri bu yerini işleyip yanına payda alınmaz biricilikten satıp verse o hiç kandan çıkın kullanılır payda gelişinde. Lekin şu o'yinimi shu pulni bergan chog'dan topshirib berma deyish mumkin. Balki. Bir yildan keyin topshirib berma. لا يأخذها إلا بثمن حال أو ينتظر مضي الأجل. Yani şu ne qilmay chora yo'q demoqchi ekan. Ergash pulni berib olsa oldi. Lekin yo'q bir yildan keyin berma desam, zemina shu egasidan qo'lda qilaverdi ekan. Qo'lni topshirib berish olmay. Bir yil o'tib bo'lgandan keyin ondan shu chog'i pulni berib, sotini shu chog'i tuturdi dedi. Zemina shu mushtariga qo'lqib qoladi. Bay'ani qildi. Bir yildan keyin nesida bundan qilish yo'q. Bir yildan keyin mas'uliyatini tutirmas, shu pulni men akaga vaqtimda qo'limga olib bo'lmasa, medilatmaysman deb bunday qildi. Ya şoförlük hakkında anda işletişte soğudun tuturuşunu bir yıl kechiktirir ekan. Pulni tayyor qilib akaga chaqdi. Nesidenes mo'jtamiz qildi. Nesi degan gap yo'q da shu. Tuban so'y nesi degan gap yo'q. Agar naq birdon, agar naq bo'lmay bir yildan keyin birdim desa, shu so'zni bir yildan keyin shucha naq tutkizimiz uni nesi. Baydan mesela yeni veriş ya da bahane gösteriş deganda gap qildilar. Yo'q o'xshaydi. Olma shu hafta olmagandan keyin Yeni oldu ki ama satmayma. Özüm işletaydı deb plan. Mahsul vasitalalar Tamam. Yana bir nanda bu tedbirlerin qo'liga o'tmaydi, sotuvchining qo'liga qolib qoldi. Shunda ekan, endi uch qarashlar satsan, qachon buni topshirib bo'ldi desa, shu belgilangan vaqt to'shgan chog'da shuni akasi shu chog'da topshirib bo'ldi dedik. Endi nima qildi degan gap. والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيان. İmam Ebu Hanife Nebi Adılan şufa badiyente. Yani ma başkalar İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet'ler Nebi Adın başka nasıldı mı ba almıştıgan nase, mehri güvergen nase, müşuldu badiyente. Bula fel ma'lumu anhum ennehu ya'khudhu ash-shuf'ata bi qimati ash-shakhsi in kana al-'iwadu mimma laysa yataqaddar. Bula qanday qilgansa, yani bay' degandigo, 'iwad degan masalanda ma'lum bo'ldi-ku. Ma'lum shartda, yani uning badali puli yalmasa aniq bo'lish kerak. Yani ma nimada masalan mahrga va'da bo'lsa, uning va'da, buning va'da, bunda qarshimini aslan bahasini mo'ljallash ta'sir. Bu xotinning mahri nechpulga dilkirdi deb bahalash ta'sir. Yoki sulhning nisa Aşına ters olan ki leyse yetekaddar deydi. Misal yekuna mu'ta fi khul'an min. Khul'an kılır mesela bir ayal özünün şu öydeki nasibisine yerden ajrashni alamani xidmini veradi plan. Şunu bir tut. Bir erken khul'a deganda to'yliqdan az narsa olsun buldurar var belki. Bazı to'yliqdan chiqib bo'lishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi to'yliqdan ortiqni yandirib bergan. Talaq qilmay turib olsa to'yliqdan jiqroq berib ajra jadimini deb ajrashi mumkin. Yoki azroq basib rozi bo'lganda bo'lsa, azroq berishi mumkin to'yliqdan az narsani. Lekin buning aniq baho to'xtatolmaydigan ahvolim bor deydi. Shaxs degan shu nasibasi. Ay nasibidan bo'lsa shunda ayol shuni ishlatdi deydi. Qo'la qilishni ishlatdi. Lekin biz shu eriga bergan badallardir baho nech pul deb biz bunda mo'ljalab qilmasakmi? Lekin shu ayolning nasibasi, shu zaminlik nasibasi manch pul deb baho to'xtalaymiz. Lekin shu uyning bahosi bo'yicha shafiy shuni setib oldi deydi. Va imma yakuna mu'ta fi shay'in yataqaddar. Yoki bahosini mo'ljallab bekitilgan bir narsaning qarshilig'i bergan bo'lishi mumkin deydi. Va lam yakun dananira va la darahim. Lekin pul bilan mo'ljallik bo'lmaydi ekan. Va la bil jumlati makilan va la mawzunan. Lekin makil mavzun narsa emaskan buğday qo'noqdek masalan. Pul emaskan endi bir narsa ekan. Fa innahu yaquluhu bi qimati zalika shay alladhi dafa'a ash-shakhs fihi. Bu chaqda buning bahosini to'xtatib bo'lgan ekan. Masalan bir motosini buzutib nima qilganlik uchun ashuni to'lam shaklda berib ketgan deylar shu nisbasini. Ha. Qanqa motorning qimmatlash puli majbur. Bekitgan bo'ldi-ku. Bekitgan bo'lgan ekan shu motorning pulini pul olsa, bu shabiymi o'zi shabiylik haqqi bilan taraf qilgan zamonga shu motorning pulini berib oladi ekan.
Bayatınki ilgirki misalda pulni bekitkili olmagan misalda ziminning bahasini bekitiblam shu bahani betdi. Hozir nimaning bedeliga bergan bo'lsa, shu narsaning bahasi nech pul bo'lsa, shuni bilamiz. وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشخص بذلك القدر. الشريعة معين بردم بكتب koygan bo'lsa, nimaning qarshiligi bergan bo'lsa, o'sha narsaga shariat bir qimmat belgilagan bo'lsa, shu narsaning qimmati bo'yicha oladi. Buni misol bilan hozir aniq qildim. Masalan, yadfa ash-shakhs fi muwaddihatin wajibat alayhi aw munqilatin yoki munaqqilatin. Masalan, bu odamning shirki birisining beshini yer o'tib, oshining to'lamga, arshil jinoyatmi shu? To'lamga shu uydagi, zimindagi nasibasini beribdi. Asli muwaddaha degan munqila, ad-dami'a, al-hashima, as-simhaq masalan, ad-damiya. Buning hammasi shu boshina, shu galning ust tarafi misha bo'lgan yer bitish, yarda qilish nimasining ismlari. Bunun türleri var mı? Mesela, manasından katı görünüp kalarak yeri tuttu olsa, onu el-amme dedimiz. Yani bu sonrasında inkine çekme tuttu olsa, bunu haşime deyişi mümkün. Son görünüp kaptı olsa, buna muvaddiha deyişi mümkün. Aşının her derece çonkurluk derecesi, eğirlik derecesine göğüstüdüğün isimler. Bu başına yeri bitişinki 10 kıl isim var, 10 kıl derece var şeriatta, Cinayi İşler Kanunu'nda. Mesela muwaddiha deganimiz bu beshidagi qanday bir so'ngak ichilib qolgan qadar yer bitish. Yani so'ngak vodih ko'rinib qolgan. Hadisda va fil muwaddihati 5 min al-ibil dabba. Yani ashunda yer bitgan holda 5 tuga diyet qildi, arish qildi. Mes shariat ashunda 5 tugida bekitibdi buni. Shu 5 tugida bekitgan nimaning qarshiligida mush uydagi nisbani ala bo'ldi deb bir o'tdi. Vajibat alayhi. Uningga shun to'lam vojib bo'libdi-kan, shu to'lamga qarata uydagi nasibasini berib o'tibdi. Aw munqilatin. Munqila yoki munaqqila. Munaqqila degan bu yutkilayotgan yaradi. Zaxmlantirishning turi yutkilayotgan. Yani bu so'ngakni sundirib, so'ngakni o'z joyidan unda bu-yoqqa yutkitib qolgan. Zaxmlantirish. Bunda 15 to'ga kirdi. Va fil munaqqilati 15. Hozir masalan tug'in 10 ming ko'ydan o'g'ilsa 150 ming ko'y pul qiladi. 15 tug. Yo'q, 5ni eritib, 5dagi so'ngning birasi u ham bu yoqqa yurishib ketib, so'ng chiqilib, qiga ahvol bo'lsa 15 tugga kildi. Hozir shariat bo'yicha qilganda ya, shu ijro qilsalar shunda chiqadi. Qanun O'zbekiston nurg'un qabul qilib qo'ygan. Nurg'un qabul qilib qo'ygan, nurg'un huquqli qo'yib qoladi. Bu bizning 5ni eritiblar, unga hech qanday to'lama olmaydi. Bizning juda joydan qo'ysalar, budjetga chiqadi, xolos payso solib qo'ydi yo'q. فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة. Ondan ekan, aşının qarşılıqlı bergenken, 5 tuginin qarşılıqlı bergenken, o ziminni bağlab o'tmay 5 tuginin pulini berib bilan oladi deydi. Siz buni 5 tuginin qarşılıqlı bergen, 5 tuginin qarşılıqlı olin mana deb bilan. Yoki 15 tugi bo'lsa 15 tuginin qarşılıqlı. Balki o 20 tugiga barobar qilgan nasib bo'lishi mumkin. Va amma kam ya'khud degan her bir shepi bir necha bo'lib qolsa, her bir shepi qanchalikdan ola oladi. Bisma 20 mingdan olma desa, qolganlar hammaning tangalimiz deb turadigan ahvol. Bu shepi bir emas, bir qancha bo'lib qolgan. Fa inna shafi'a la yaqulu an yakuna wahidan aw akthar. Shepi degan bir bo'lishi mumkin, bir necha bo'lishi mumkin. Wal mashfu'u alayhi aydan la yaqulu an yakuna wahidan aw akthar. Demak, shu qo'ldan biz tatmoqchi bo'lgan shu o'yin setib olganmi? Bu bir bo'lishi mumkin, bir nechadan shirk olgan bo'lishi mumkin. Demak, ikki taraf bor. Shafi'i bilan mashfu alay ikkisi birdan ikkidan bo'lishi mumkin yoki bir nechadan bo'lishi mumkin shirk. فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحدا فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع. Mesela bu oyunu setvaga kişi mi bir adam ki? Şefilik ixtilof qilgan odam bir odam bo'lsa, shu o'yin shu butun oladi, setilgan nisbini ya butun oladi yoki ammayman deb qo'yib qo'ydi. Yoki men 20 kvadratni olaman, shuni shefilik haqini ishlataman, 15 kvadratni qolganini setib oldim, unda oshirib qo'ydigan shu. Ya butun olsa, yoki ammayman deysan. Va amma idza kana al-mashfu' alayhi wahidan, endi shu o'yini mening shirkimni setib olgan kishi bir bo'lib, lekin biz
şirkler şepilik talep kıldıqanlıcı qılıb qalsaq فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين. Bular ikki o'rinda ixtiloflashib qoldi. Ahadiha fi kayfiyati qismatil mashfu'i fihi baynahum. Ashu şepilik bilan mushu öydagi nasibimizni hozir biz talab qildik. Biz oldigan bo'ldik. Biz hozir 3 shirk. Bu o'yini yani 4-chi bir shirkimiz setayotgan. Ama biz 3 shirk hozir. Mushuni qanchalikdan olamiz mushu zaminni? Hammadan tang 33% da olamdik yoki bizning shirkatga qatgan paylarimizning % bo'yicha biraylar mesela 30% qatgan bo'lsin, biraylar 10% qatgan bo'lishi mumkin. Va thani idha ikhtalafat asbab shirkatihim. İkinci ahval, ikinci masala ashularning mushrikchilikka kirish sababi o'xshash emas. Babak Nazim aytgan shu shirklar, shu shirkatga har xil sabablar bilan kirib qolgan. Bunning sifati o'xshash emas. Lekin shirk shunga. Bunda ahvolda hal yahjubu ba'dan an shufati amla. Navanikan ba'zilarini shapiligi haqidan to'sab qolalam, mahrum qilib qo'yalam dedi. Mesela mirosda mahrum qilib qo'yishmasa to'g'ri? Misla yakuna ba'duhum shuraka fil mal alladhi warithuhu. Masalan, bunun misali miras qolgan bir malda shirkkan bo'lar. Mirasxo'rlar masalan o'zining bir tuqqani o'lib ketsa, mush o'yini miras olibdi deylar, mirasxo'r. Bu mirasxo'rning ishida li'annahum ahli sahmin wahid. Bunun ishida masalan ashabul furud bor. Mush o'yin miras qoldi, mirasxo'rlar. Bunun ikki şeyler ashabul furud. Yani birisi asaba. Navanga bunun sababi shirka o'xshash bo'lmaydi deydi. Sababi shirka o'xshash emas. Bir nechalar ashabul furud bo'lganlikdan bu shirk qolgan, yana birisi asaba bo'lganlikdan shirkka kirib qolgan. Endi asaba degan nima? Asaba degan mirasxo'rlarning bir turi. Lekin bular farz egalari. Agar hamma mirosni olib qolsa, bu hech nima olmaydigan. Farz egalari deganimiz masalan al-bint, al-bintan, az-zawja, az-zawj, al-um masalan, al-thuluth, as-sudus, an-nisf, sulusayn. Ayında Qur'on karimda bayon qilganlar nisbisi muqaddar bo'lganlar. Bekitilib ketdi. Endi asaba degan nisbisi muqaddar bo'lmagan. Buni aniq emas. Agar ashabul furud bavlab hammalab ketsa bu qolmaydi. Ashabul furud bavlab bir qismini olib, bir qismini assa, ish qolgan hammani shunday oladi. Ashabul furud faqat bo'lmasa, mirosdan hammani shunday oldi. Bu shunday deb. Bizning nisbimizni berib qo'yamiz. Kim ish qolganini aniqlaymiz. Ya o asabaning unda turlari bor. Asaba ma'al g'ayr degan turlari bor. Uni kirib ketgan. Bu shubhalarimizni informat miros qolmaydi. Ya, u mirosga u boshqa masala. Hozir bo'g'ini mana shirklarning o'tirib gapman. Shirklarning shirk ulab qilishi nadin kelgan, desa miros orqali kelgan. Boyatda mirosda shubha yo'q degani, masalan shirkdan bir so'rab qilib, bolalar qolib qolsa, boshqa bu bolalarim qo'yib qo'ysam olmaydi, bu mening quloq o'sirdi deb talab qilishdi. Boshqa masala. Unda shirk qolmaydi bu ashablar. Shu miros qoldi. Lekin u odamning o'lib ketganini unda u o'zi shirkchilik bilmasi yo'qdi. Mushkatda shirklardan o'lib qolganning shirki shubhalar qilib buni qo'ldan ilolgan yo'q. Hozir masalan mushu o'zi shirk. Lekin qanday shirk bo'lib qoldi bular? Hammasi pul chiqariblar. Buni shirk bo'lganmi desa, yo'q. Ba'zilar miros qolgan dasta miros qolgan. Lekin bunning ba'zisi ashabul furud, ba'zisi asaba. Asabaning ikkisini misol bir o'xshash chiqmadi demoqchi. Endi o'xshash chiqmagandan keyin bunning birisi nisbisini setib qoldi. Biz hozir 5-6 bola. Anda tag'imizmi bor asaba. Bunda to'g'ri ahvolda bolalardan birisi nisbisini boshqalarga setyapman. Setayotgan ekan, unda buni shepilga bilan biz ilib olmoqchi. Ilib olgan chaqda mush o'yinga o'sha asli ashabul furudlar bizning ilmiy shaklimiz var demdu yoki asabimi o'xshash shu qatorda shepi bilan olalamdu dedi. Masalan. Darsa o'xshamaydi. Endi biz da qarasak o'shada 4 yildan shirkamiz bor. Biraylar o'zining nisbisini 20% nisbisi bor ekan, uni boshqa bir yerga setib satgan ekan, biz bilan 3 yildan qilib, yo'q, buni biz olamiz. Anan satmaysa deb turibdi. Lekin 2 yildan qilib, yo'q, buni mush 2 yildan olamiz. Nima uchun biz ashabul furuddik.
asabaga siz asaba buni shabiga haqqingizmi yo'q, siz uni da'vo qilolmaysiz. Mallam olaman, biz kelar olamiz demdi yoki asaba bilan hammadan tan oladigan haqqi bormi demak. Endi ayriydiganlar bo'lg'achqa ekilyapti. Bu bak nozik masala ekan bu. Lekin shu qonunga sertifikat shakllanganmi? Ya shakllangan. Ya nisbatan men shu ekan, shu mirasga nisbatan satamadı. O nisbatan atulus va rubo deb aniqkan. Endi qo'ygan ekan, bu pul lozim ekan. Pulga olmay turib satmoqchi ekan bu. Hozir ma jumhur hozir ma lam yuqsam degan gapda bahs qildi buni. Ha, iza qusimat fala shufa deydi. Endi ash taqsim qilingan holatni tasavvur qilsizlar. Shu joiz demakchi. Ya şu durust degan ahvolda qilayotgan bahsmi? Durust. Başta öz taqsim qilingan mirasni sasib. Ha, tamam, o'zining nisbisini. Ha, mesela 3'ten 1. Şu o'ziga 20% igdorchiligimni satdim. 20% igdorchilik qiyin bor edi. Mush payni sataman demakchi. Durustmi? Durust bo'lg'achqa, adrayda satsa, bunda ma tarattaba alayhi keldi. Köprüsünün Cumhurbaşkanı bulduğu etken verdiğimler kullanılan etken sütüyordu. Kolup almayı turib, yani bir kırıntışıda ötertaşın bulmayı dile başladı. Ne? Tamakның gibi o, açlıkның. Açlıkны neha an beya ta'am hatta yakmed, av yestevfi. Sütüşmez, kırıntışıga kolup almayı turib, ötenetlersin buldu ben özengi tegişlik düşünü, anladım. Sen ötenep bir edisyon olmayı. Kim şunda dedi? Ma fuqaha edimi de çıktı. Miras tanıdımız bende. Bu mirasın böyle mesela miras vermeyme, gerçekten miras almayma diyemeydi. Almayma şüphası var. Ama miras farkı olan konu da var. Anadolu başkanı bir daha vereceğim de ya bu. Ya bu yani mesela o'zining nisbisini uqqandan keyin to'liq topshirib olmagan bo'lsa-mu, beribsa, boshqa satsa bo'ladi. Endi buni bakrak chig'itay deganlar, yo'q zodamni qulog'ini topshirib olib qo'ygandan keyin ba'san bo'ldi, unda satsam bo'ldi deyish mumkin. Bu mirosdan unda ta'kidlab buni u ham bu ham qilmay zot bunda qilsa bo'ldi degandan kelib chiqqan nima? Amaliyotda u joiz. Nisbisi endi qo'ygan ekan, birasi bo'ldi. Olmasin bo'landa? Namusim bo'ldi? Bo'ldi. Bu men taxarruj, mirosda taxarruj bor. Taxarruj deganimiz, masalan, miros qo'ydim bizsa, men qanchalik miros tegishidan qat'iy nazar, oz tegdi yo ko'p tegdi. Men uyni iliblan bo'ldi. Yo'lama menga aytib qolsa, joiz. Yo'q, faqat bir narsa bo'ldi, miros olmashlikdan ismi joiz. Ha, to'tilmasa ijmo olmasa bu. Miros kitobining son taxarruj bobi qaraslar, ijmo. Hazrat Osmondan keyin davrda Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuning Tumadir degan ayoli miros taqsim qilgan chaqda 800 mingni olib chiqargan. Yo'lg'onga. Balki uning nasib 800 mingdan jiq yoki oz. Demak, olimlar shunga asosan bu sahobalarning cho'nglari bor o'rinda ma'qul kelgan shu bu ijmo. Ya'ni o'zining nasibisidan oz yoki jiq bir narsa elib chiqarsa ijmoan joiz. Yo'q, ammo chiqarsa joiz albatta. Chunki u o'zining to'liq haqqi tanozul qilish haqqi bor. Lekin biz deymiz unda shariat bo'yicha taqsimotni qilsa, sana 20% tegdi, yoki sening puling tegadigan pul 100 ming ko'y, sana 200 ming ko'y tegdi. Hammani endi qilib qo'ygandan keyin, ani biraylan qo'yib, aka, men uyda sen o'tiraman, 100 ming ko'ysan ishlat. Men o'zimning qilib topgan pulim bor deb beribsa, pul olmay turib. Lekin nesh pul zodi bilan haqqim degan bilgandan keyin tanazul qilsa o'zining haqqi. At-tanazul anil haqq, o'zining haqqi yana. Bilmay turib qilsa bo'lmaydi deydi. Nima uchun? Bilmay turib. Plan yerdiki menga bir uy tegib ekan, bo'ldi aka sen o'tirasan, berib etdim dedi. Keyin unda uy chiqib ekan, hukumat 10 million pul uribdi. Qo'zg'alib opla. Barcha bo'ladi. Mirosni qancha vaqt ishtiroq etishgan? Buni kechiktirmaymiz albatta. Kechiktirsa, bu bölümde qoladi.
Ülemden yıllar benim faizli hem son yediğimiz vakitte. Enak buldu mu? Enak buldu. Şimdi bunu hem de mesela Afgan kahramanlarına seçik olmayı verip durumumuz aşılarca. Yani bu çok anlaşılır. Seçik buldu mu? Bulmaydı. Seçik buldu. Daha ötmeden hem bırak bazı şunun bölümlerinde aldığımız kısası yok onlar. Şu anda şu kaynaklı bir şey teşekkür ederim. Ya şu kısat olmasa birbiriyle yürüştürülen gibi. Tuluk alanmasa sen bireylerge 20% istiyor, kalan 80% erişkan ümit yok. Daha ki bu ya özünün kinasında başta seçil çıplan başaya çıktı da ya ki başkalar bunun nesi özünün nesini satıdı. Bunun başları yok. Bağlap koyulmaydı. Kanda bağlap koyulsun. Daim bizim müşahitler kalmadı müşahitler. Yakınlar amanata birisi koysun meyle keşiktirsin. Aslında tutursa makin Allah edilse amanatım. O keşiktirişi olmaydı. Lakin taksim kıldı emmeylerinden nesibisi enik buldu. O anıken ona yüzükü tutan işlettiği aşınmağınıken tutursan aslında işletip duranlardan amanat koyup koyup amanatına uygun oldu. فأما المسألة الأولى وهي كيفية توزيع المشفوع فيه. مشفوع فيه ما مشهده؟ Şu şibilik akbulan tatı olmak çoğun narsa. Şunu hem de biz tatı olduk. Biz alimizde bulan iken biz 3-4 eyle şibilik hakkı bağlar. Bunu kanda taksim koyuyoruz özlerimizde. Bir eylemden 20'den mi alttım dese başkalığa az kapkalıdır. فإنما الكم الشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون إمام أحمد بروايته مش خرجتكن إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم السرمایه hakkı bizning haqqı nisbatan bo'lsa shu bo'yicha ulush oldi ekan ziminda jiqroq haqqi borlari jiqroq qildigan azroq qildigan فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشخص بثلث الثمن بس أصل شو شركة غناسن 3'ten 1'i 30%, 30% igdacılıkka pey bo'lgan odam qaytib kelganimidan 3'ten 1'ni oladi debdi. Va men kan nasibu rub akhadha rub 4'ten 1 nasibisi bo'lgan 4'ten 1. Lekin bundan da satqa odamning nasibisi chiqayotgan ekan, uninkini qanday taqsim qilish masalasini kelib chiqdi. Tamam? Chunki ziminning asli igdacılıkda mesela bireylar 10% ekan. Bireylar 20%, bireylar 30%. Yani bireyler 20% ma, yani 20% haqqı adam setretken oyunu. Yani o 20% bo'lgan nimani qaytgan chaqda ma 80% haqqı var şeylen bilish olmoqchi. 80% haqqı adam 50% bo'lganni 50% aldı. 20% bo'lgan 20% aldı. 10% bo'lgan 10% aldı. 20% ishib qoldi. Buni qanday bitirib qilmas? Bu bir gap. وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء. Bular necha adam bo'lsa tan taqsim qilyapmiz deb. Va kallon saqatga Abu Hanifa. Hanafiya ma'lum. وسواء في ذلك الشريك ذو الحد الأكبر وذو الحد الأصغر. Onun şerikçiligi qancha persen bo'lsin o'xshash. وعمدة المدنيين Medina alimleri bilan yani bu cumhurni deymiz. Da Malik ve Şafii ve cumhur el-Medine ve İmam Ahmed fi rivaye bunun delili enne şifa hakkun yustafadu vucubuhu bil mulkil mutakaddim. Bu şifa degan ilgiri qo'lga chigan igdorchilik bilan anning qo'lga kelgan haq. Demak bu shuraka hozir aslida bu ziminda bir igdorchilik burun bor bo'lgan. Burun bo'lg'achqa andan bunning setib ketgan bir qismini burunqi igdorchilik şu süpütü bilen talep kılıp kulga akirishdan ibarat dedi. Yani qadiman ishtarakû fi mulkil ard. فوجب يتوزع على مقدار الأصل. Davaniken asli qanda ülüşte qanda paydı bolsa şu boyunca bölünmez. Asluhu el-akriye fil mustacirat el-müşterike. Bu da mesela bir evimizden şirkke. Bunun kirası, pulu kirdi. Ama bir ayda mesela 10 bin koyga cari bergen bolsak biz 5 yıl olsa 2 bin koydular ölüştük deydi. Ya ki hamda şu pay neşpil olsa peyimizi qarab ölüştük deydi. 30% pay qatkalla 30% icarini aldı deydi. Ve fi şirketil amval. Şirketil amvalda mesela pul qatib bilan shirikchilikni qilib payda chiqdi. Pay chiqqan ekan mesela 90% pulni qatqadim, paydan 90% aldı, 10% qatqadim, paydan 10% aldı. Muşununla kıyas kılımız demek için. Ve idan fe inne şüfata innema hiye li izalati darar.
Şüphe degan aslida ziyanni yo'qotish uchun, bearamchilikni yo'qotish uchun kelgan, yo'l qo'yilgan. Va dararu dakhilun ala kulli wahid minhum ala g'ayri istiwa. Dangi ziyan 90% peyvadinga 90% ga loyiq ziyan keladi. 10% peyvadinga 10% ga loyiq ziyan keladi. Undan ekan, kelib qolgan ziminni shu pay bo'yicha taqsim qilamiz. لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة. لكن زيان قندع نسبة توسع شفلك الواغان زمن تقسم قسمه شو نسبة بوجب الدو نبته. وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك. شفلك أقرقان شو زمن زاد إقداجلق باب وغلق شلم شبلك حقي كاجم بوغانكان فيستوي في ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك. ونقول هر خل نسيبلك هر خل بايلق شركلا ولا قاسا وأصل إقداشلقتا تام برابر بوغانكان الشبيلك حقولان آغان زمنمو بلششتا تام برابر بولدو. فيستوي في ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك. وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد. يعني بعد من دابن قياس قلب دليل قلدو ديل. bir qulni bir qancha shirk olib kelgan. Olgandan ba'zilar o'zining nasibasini azat qilib turibdi. Masalan, qulda 20% haqqi bor. 5 odam olgan bo'lsa, masalan, 20% haqqi bo'lgan bir ulush haqqi odam, men o'zimning o'sha quldagi payni azat qilyaptim. Undan bu qul nima bo'ldi? Mu'taqil ba'd bo'ldi. Nasibahu o'zining nasibasini an yuqawwama 'ala al-mu'tiqina 'ala as-sawiyya. Undan bir qulni hozir 5 odam olib kelgan. 5 odam olgan ekan, uchaylar savobni ko'zlab bu quldagi nasibimiz azat qilyapti. Zaminimiz nasibimizni azat qildi. Endi 60% azat qilyaptimi? Endi 40% azat qilmagan holat qoldi. Qankan bu qulda ham azatlik qanday ikkisi jamlashmaydi. Chunki bu azatlikqa shunda ilnaslam 1% desa pul azat qilib ketish kerak. Undan keyin qanday qilamiz? Azat qilmagan 40% nasibasi va odamning nasibasini biz baho beramiz. Sizning nasibingiz mancha pullik haqqingiz bormi maqulda? Deb azat qilganlar shaylan ishkalarga 40% pulni berib o'tadi. Shundan pul azat olib ketdi. O'zining nasibasiga kechgan, yana pul berdi. Ha? Albatta. Masalan, shaylan quldagi 20% 60% haqqi bor shaylan nasibimizni azat qilyapti bizmi? Endi 60% dan azat bo'ldi. Hamda ikkalan yana azat qilmagan ikkalan 40% uning egisi. Yoki 40% igidashining nechpul to'g'ri qildimi? Aqlning bahsi o'sib turdi, o'chib turdi shunama. 40% da hozir baho qo'ysak, masalan 40 ming koy, deb 40 ming koyni shu shaylan o'z nasiblarini azat qilib o'tgan shaylan azat qilmaganligi pulni berib, rozi qilib o'tib, pulni to'liq azat qiladi. Qaysi? Ya, çünkü o pulning bir qismi azat bo'lgan-kan, u qulluqqa qolmaydi. Azatlikka qarab mangdi bu. Ishdan ketdi. Shu joyga ninguna pulni berib beradi. O savob bizdadir bu. Savob bizda o'zining qilgan bunda. Ha, u shunda, am savob bizda. Bu azat qildi. Hamda aqlda nima gunoh? Bu yerim qul. Bunda yashay oladi, yashamaydi. Boshqalar bilan buni bir sarf bo'lish kerak. Mukataba birdenga qolsin bilan igidashlar. Bu mukataba zadi u qul zadi u qulluqdan to'liq hammasini to'lab bo'lsa, undan qulluqdan azal qilish qo'ydi. Bo'lmasa, ya'ni qul holatda shundan ham turadi. U o'zgarish bo'lmadi. Lekin bir qismi azat olib ketganmi? Bundan bir qismi, masalan, shu qulni azat olib ketsa, bu azat olib ketdi. To'qim qulluqda qolgan badanni azat qilish kerak. Islom shunda azat parvar bo'lgandan keyin shunda shariatda belgilayotgan. Bir odamning bu 1% shunda qulluqqa ilmasa, daslam zal bu butun jismini azat qilishing kerak. Azat qilmaydi. Lekin bu savobni ko'zlab qolsa yoki ma'lum bir kafarat urdigan nima qilgan ishlab qolsa, bu shu qilgan, bu boshqa qilmagan azat qildi. Qilgandan undan pulni to'lash kerak. Bunaqa qanday baravar. Azat kelib ishdan tam bo'ladi. Ha, ishdan tam bo'ldi. Çoğundan av azat patkelerinin üçten nisiyesinden çok işçiliği hesaplanılmay av kapağı ikisinden pulayan tanılan ağlarda çeçildi demek mi?
Nesimiz boyunca. Yani hazdım anlamıyor. Alal mu'tekine ala seviyye degeni şu. Azatlığa o şeyden. Belki bu şeylerden onda o 7%, 13% bunda buluşu mümkün. Lekin tam beraber çatışganmiz. Hamma mesela bir şeyden desek 40% nimaning pulisini bir şeyden tam taqsim qilganmiz. Bunda mümkün. Hanifi mazhab shuni qiyos qilib turib, mana bu shafiiyga qo'llan shu olgan nimani shafiiyga tam taqsim qilmaymiz, o payga qaramaymiz deydi. Buni kuch qolsa sadaqalarning nasibasining o'rnini qanday to'ldirib bo'lamiz? Uning o'rnini to'g'ri gap qilmadi, lekin uni chiqarish mumkin bizga. Kaç emas? Risallashtirsa chiqadi. Qaydan chiqdi masalan? Kimniki? Yani sizning burunqi 30% haqlari hozir ashqab qolgan nimada buni hisoblasa masalan shu 30% haqlari 40% bo'lishi mumkin mana. 30% shuni ko'paytiramiz va hisobda mana ulushni taqsim qilib olmasa da ko'paytirib turib nolni qatib qo'ygash bor-ku. Nindaymiz uni? Shunda nima qilasan? O 30% ko'tarib turib. Hamdasi buni chiqarib turibdi. Ma merasdimi? Avul bor-ku. Shunday hisobda. 30% ko'tarib turib hisoblaydigan. Setletganning qanday buni ma'lumotligida uni hech kimda chiqib ketgansa chiqadi. Endi buni 80% pay qatqan şeydan qoldi desak, endi bu 80%'di. Endi buni biz 80% qilib kengaytirib turibmiz. Kengaytirib turib, ondan hisoblaymiz buni. Endi qog'ozda chiqarsa qo'yib. Bu hisobda endi hisoblash bor. Va ammal mas'alatu thaniya fa innal fuqaha ikhtalafu fi dukhul al-ashrak alladhina hum 'asaba fi ash-shuf'ati ma'a al-ashrak alladhina sharikatuhum min qibl as-sahm al-wahid. Biz ba'da degan masala. Mushu eri shirikchilikka nereden gap qoldi desa, asaba bo'lganlikdan azroq miras tegibdi, bu shirik bo'ldi. Yana biz ashabul furud bo'lganlikdan 3dan 2ni olib chirib qoldi masalan. Yani bular bireydan nimasini setib etgandan keyin nisbisini yoki shabilik haq bilan shu setilgan haqni qaytib olmoqchi bo'ldi, ulashmoqchi bo'ldi. Qanday ulashidi? Ashabul furud bilan asaba o'xshash bo'lamdi dedi. فقال مالك أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب. أهل السهم الواحد أهل السهم الواحد دينا أصل مثلا قزول olmasa ثلثين de bir sahm keldimi? Kelgandan şu ثلثين ulashib olgan ikki qiz bo'lib qolgan taqdirda ondan shu ikki qizning birisi sulusayndagi sulusni nesiyasini setyaptimi? Setayotgandan keyin boshqa bir asabi bo'lsa-mu, yana bir qiz sulusni qo'lga keltirib sulusayni jam qilib mulkida. Ikki qizning mulkini bir qiz yana qo'lga qaytarib shaqqi bor debdi. Mana bir diqqat qilaman. Wa annahu la yadkhulu dhul asabati fi shuf'ati ala ahli as-saham al-muqaddara. Unda asabi bo'lganlar u qaytirib olgan nimadan shafilik haqqi yo'q. Ashabul furud ba'alatda. Ashabul furud qaytirib olalaydi, asaba olmaydi debdi. Wa yadkhulu dhaw as-saham ala dhaw at-ta'sib. Nega aksi bo'lib qolsa, asabadan misli shafilik haqqi bilan shuni qaytirib olamiz deb qolsa, ashabus sahamni mamatan olma deyalaydi. Yani o kuchli qo'g'anlikdir. Misla yamuda mayyitun fayatruka aqaran. Masalan bir odam o'lib ketib, bir ziminni qo'yib qo'ydi. Tarithu anhu bintan. Bu ziminni uning ikki qizi miras oldi ekan. Va ibna ammin, yana ikki tog'ining o'g'li. Bu asabazi. Thumma tabi'ul bintul wahidatu haddaha. Andan ikki qizning birisi taqbuni qo'liga topshirib, tamsoqa bilan ayirib bilan qilyapmidi? Ashuni o'rtaq holatdagi nima bo'lsa, ay qizning birisi o'zining nisbasi bo'lgan as-sulusni sotdi. Ay bir qizning as-sulus bo'ldi. Sulusan bo'lgan ekan, bir qizning sulus. Bunda bo'lgan ekan, hozir shafilik bilan oldiga odamda qarasak, bir qiz bilan ikki tag'ini o'g'il bo'ldimi? O'shadan ba'zi nada. فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحد الذي باعته أختها فقط دون ابني عم. Ondan keyin ikki tag'inin o'g'li hech qanday nima olmaydi ekan. Imom Malikning nazarida. Chunki bu asaba. Lekin bir qiz bilan o'zi bilan birga sahm olgan hamshirasininki nisbasini shafilik bilan shu olalaydi. Ibn al-am olmaydi. Wa in ba'a ahad ibnay al-am nasibahu
Aksice asabadan birisi setip kalsa yeşfa'u fihil banat ve ibnul ammi thani. Dağın bir bir oğalla iki kız oğlamda bu şeyler tan alalı geldi. Ve bihadal qawl qala ibnul Qasim. İbn Qasim bunda dedi. Şimdi o konudan böyle konuda eden misalını duyunca tasım konudan bu doğruluk to'xtalmoqdi. Lekin tan alamdan mumdosh tan oldi. Lekin qancha miqdorda o'taqam. Alamda alamam degan gap. İmam Ali nesisidan oldi deganlar. Ashabul satsa, ashabul oldi degan. Asabat satsa, bu ashabul asabat chiqadi. Tan oladi. Demak, ashabulning mavqasi kuchli. Demek ma'noda şu ala qadril hisas bo'lishi mumkin. Ve qala ahl Kufa, ahl Kufa debdi bu İmam Abu Hanifa'ni demakchi, ha? Lekin şu ahl Kufa deb İmam Abu Hanifa'ga nisbat bergan qarash to'g'ri emas. Nima debdi ma kitobda o'qila, la yadkhulu zawus siham ala al-asbat va la al-asbatu ala zawus siham. U uninki bu buninki alamaydi. Ashabus siham bo'lsa, bayat degandek ashabus siham qiznikini qiz oldi. İbn al-Am alamadimi? Anda İbn al-Am satqa holda İbn al-Am oldi, bintan alamaydi demoqchi ekan. Malikning bilan sal farqlandi azima qarash. Lekin buni İmam Abu Hanifa Hanafi mazhabga mansub qilgan kitobda. İmam Abu Hanifa unda emas. Şu, hozir İmam Abu Hanifa mansub qilgan qarash xato demoqchiman. Wa yatashafa'u al-samul wahid fima baynahum khassa. Mana Sahmul vahid ammadan şu özünün sahmını aldı. Başka asabanınkini asaba aldı. Ashabul furud'niki ashabul furud aldı. Onunkini bugünkini onda aladığı hakkı yok demek iken. Ameliyat Hanefi mezhebinin de qaraydı. Hanefi mezhebinin özünün kitabında. Qala ashabuna idza mata ar-rajulu wa taraka ibnayni wa daran. Batin wa taraka bintayni dedi o ve aqaran. Ma ibnayni ve daran famata ahaduhuma. İki oğlanın bir söylep gitti. Ve tereke ibneyni. Andın o ölep gitip yani iki bal çıkıp kaptı. Feba'a ahaduhuma nasibahu. Şundan bu iki balının birisi nisibisini taksim kılmaya alattı setvetti. Fe'ahuhu ve ammuhu ve şuf'atu seva. Demek ya da hemiz okşaş. Ashab-ı furud, ashab-ı asabat-ı dememiz okşaş diyettiriz. Yani bir mezhebinin karşıma var. Ma kitap dediğine ninkini alamaydı, ninkini alamaydı. Hemiz öz yolda paralelleri ismağı deyip durdu. Hemiz beraber degendekini yana İmam Hanefi'nin birine taraf çıkıyor. Farklı çıkıyor. Lekin ma kitap dediğine yana farklı. Yani İmam Şafii ve qala Şafii fi ahad qawlayhi. Mana ve bihi qala Eşşab qarashini tutdi debdi. Bu belki Eşşabning qarashi bo'lishi mumkin, lekin Kufiyning qarashi emas. Yani bu yerda ve qala Şafii fi ahad qawlayhi. İmam Şafii ikki qarashining birisida, yani jadid degan qarashida dedi. Nima dedi? Yadkhulu zawus sihama ala al-asabat wal asabatu ala zawus sihama. Ala sawa degan Abu Hanifa'ning qarashimiz. Demak, İmam Şafii fil jadid wal İmam Abu Hanifa nima deydigan? Hemisi aralash, bunda ayrıdığı şey yo'qmi? Hammasi haqli qarashni elashgan. Hani İmam Ahmad mı qarashda? Demak, hozir İmam Abu Hanifa, İmam Ahmad, İmam Şafii üçe hammasi aralash, bunda ayrıdığı şey yo'qdir. Bu da yadkhulu zawus siham ala al-asbat wal asbat ala zawus siham. Ve huvallazi ikhtarahu al-Muzani. Mana İmam Şafii'nin şagirdi al-Muzani mush qarashni tanlagan. Ve bihi qala al-Mughira min ashab Malik. İmam Malik'ning şagirdlaridan Mughira mush qarashni tanlagan. Demak, hozir jumhur ulama beklam jumhur hamdi. Bu İmam Malik'ning aşı İbnul Qasim ma shulam aşı qarashni tutib qopdi. Qolganning hammasi bu arla shunda alayda bir imtiyoz yo'q demakchi. وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة بين الشركاء. İmam Şafii'nin delili nima-sa? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam şirklar o'tirdi, shufa bilan hukm qilgan. Biz muttafaqun alayhi hadisda Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Qadan Nabiy sallallohu alayhi vasallam bayna ash-shuraka bish-shif'a fima lam yuqsam degan. Shuni demakchi. Ayda hukm qilgan dedi. Wa lam yufassil zawi sahmin min asaba. Lekin bunda ma asaba bo'lg'achqa bu bunda olamaydı. Mavi devil siham, ashab-ı furud'un alaydı. Bu da bunda ayrılan bir ehval yok. Andın İmam Şafii'nin yani bir usulü kaidesinde bunda bir gap var. Terk-i tafsil fi makamil haceti ilal istifsali beyan. Terk-i beyan fi maradil haceti ilal beyani beyan. Buna usul fıkıhda okuyan.
Mesela bayan qo'yish kerak bo'lgan bir ahvolda uning tafsiloti ustida to'xtalmasa, hammasi o'xshash degan bo'ldi dedi. Masalan, Rasulullohning ayollaridan ba'zi ayollar undan tomoq yeb qolgan chog'da ro'za tutgan to'q desa, "Ama buzutib degan tomoqni yeb, keyin tutib olsang bo'ldi" degan ahvol bor. Bu masalan burun tutanmagan ro'zaning qazosimi, vojib ro'zimi, ya nafqa tatavvur ro'zimi, uni so'rab yurmadi. Sen qazo ro'za tutganmi degan yoki nafl ro'za tutganmi deb so'rmadi, shunami? So'rmaganligi qazo ro'za tutgan bo'lsin, nafl ro'za tutgan bo'lsinmi, her ikki ahvolda xolis buzutib keyin tutib bo'ldi deydi Imom Shafiy. Ya'ni bunga dalil bo'la oladi deb ash qoidani chiqardilar. Undan keyin bu ahvolda qada bishfat bayna shirka fima lam yuqsim deganda bu asabimitda bu shirkning birisi. Yas ashabul furud mitti deb uni surish qilib, uning bunda o'xshamaydi deb yurmagan ekan. Surish qilmaganining gapi faqat bo'lmagan ekan, hammasi o'xshash. Ashabul furudlarning desa ham bo'ladi, unga o'xshash degan bo'ldi deb. Vajizlar shu. Wa lam yufassil dhawi sahmi min asaba wa man khassasa dhawi sihami min al-asabat. Mesela İmam Malik şuna qardığı فَلِيَنَّهُ رَأَى أَنَّ الشَّرِكَ مُخْتَلِفَةُ الْأَسْبَابِ. Şirkçilik degan hozir şirk bo'lishning sababi o'xshashmaydi. Ma ashabul furud bo'lganlikdan shirk bo'ldi, ma asaba bo'lganlikdan shirk bo'ldi. Ya'ni bayna davsiham va bayna al-asba. Tashabbah shirkat al-mukhtalifat al-asbab. Sababi o'xshashmagan shirkchilikni nimaga o'xshatdi? Bish-shirkat al-mukhtalifa min qibali. Sababi o'xshashmagan shirkchilikka o'xshatdi. Nima jihatdan min qibali mahalluhu alladhi huwa al-mal bil qismati bil amwal. Uning shirkaning mahallini mal-mulkda. Mal-mulkni taqsim qilish masalasiga o'xshatdi demdi. Aslida shirkatga malni taqsimlash o'xshatdi. Ya shunda sababi o'xshashmagan shirkchilikka malni taqsim qilish masalasiga o'xshatdi. Biz pay o'xshashmagan ekan, az payaldı, jiq payaldı deb uni ma'mu alayda sabul furtda alayda muomala qilmaydi demoqchi ekan. Wa man adkhala dhawi siham ala al-asaba. Ma'u Imam Malikning shu Ibn Qasim qarashgan. Dhawi siham degan asabadan ustun turdi, bu kan shirk bo'laydi, lekin asaba dhawi sihamga shirk bo'lmaydi degan qarash bo'lsa, fa wastahsan ala g'ayr qiyas. Bu qiyasga udilganmaydigan yaxshi deb qaralgan qarash deydi. Bu İmam Malikning mazhabi shunama. Wa wajh istihsan annahu ra'a anna dhawi siham aq'ada min al-asaba. İstihsanning asosi nima desa, bu dhawi siham degan asabidan bakrak asos kuchli. Aq'ad degan qoida deymiz-ku, asos kuchli. Wa amma idha kana al-mashfu' alayhima ithnayn fa akthar. Endi ma bayatning maslaning ta'siri. Bayatning masala Shafi' 2 şeydan tishnama. Hozir ma mashfu' alayhi ashu nimani bizning shirkimni bizning shirkdan setib oluvchi 2 şeydan ekan. Farada Shafi'u an yashfa ala ahadihima dun ath-thani. Shu 2 setib olgan bo'lsa, bu shirkda men falanining setib olgan nasibasini ilishni talab qilma, biraylarning qo'lda qilaversin deb uni yerimini talab qilgan. فقال ابن القاسم إما أن يأخذ الكل ويدع يا هم من ألسا ياك فتنم ميسا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي له أن يشفع على أيهما أحب. والجمهور إذا خالغا أدمجا تشفر خالغا كنا شبيلك قلن أصبلوا. وبي قال أشهب مالك يلدن أشهب مش جمهور لم ليكن. فأما إذا باع رجلان شخصا من رجل İşkeylen nesibisini bir adamı satıştı. İşkeylen sattı da var. Sattı. Bir adamı sattı. Hazır mı şey? Müşteri bir hazır. Lekin işkeylen satıştı. İşkeylen nesibisini sattı. Andıkam da faarada şafiye. Andı bu işkeylenme yanında şirk var. Bu şafiye hazır. Ma ametahun şirkim satkanını ben talep kılmayman. Ma semetahun satkan şirkim satkanını ben şifilik talep kılma deptu. Feyna Ebu Hanife mena dalik. Ama Ebu Hanife bulmaydı deptu. Ve cevvezehu Şafi'i. Demek orunalmış ettir diken. Ve ama idâ kâne şafi'una ekter min vahid. Şifilik talep kıldığında köpken. Yani el-işrak yani şirkler. فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع. Onun bazıları şifilikə ixtilaf qılmaq ekan. Bazıları yaqul şifilikə ixtilaf qılmayman depdi. Yani men şifilik talab qılmayman, bo'ldi, olmayman deb turibdi. Bazılar.
Bazılar ma altına turaptı. فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك إما أن تشفع في الجميع أو تترك. أم köpçülük alımlar hemmine asan alırsa bu mesela üzerinden ısırsam alımın da dokunmaysa da turaptı. وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه. üzerinden mesela 10%'dek nima battı. Ben 10%'e layık nima talep kılıp alıma dese ya onda böyle ya hemmine alırsa ya hemmine koysa değil. İlla yuvafıkal müşteri ala der. Lekin müşteri maqul sana nesimenге layık şebilik ziminne men setip biray deb qalsa melikin. Bazı ziminne parçalab satsa bo'lmaydigan ahvol bo'ldi. Ba'zida parçalab satsa bo'ldigan ahvol bo'ldi. Wa annahu laysa lahu an yub'ida ash-shuf'ata ala al-mushtari illam yarda bi tab'idiha. Nahotki o shepi yakmışı parçalab birten desa bo'lmaydi ekan. Chunki mushtari parçalab satmayman deb turib oldi. Bo'lmaydi dedi. وقال أصبغ من أصحاب مالك إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري إن بعضله بلطن bu biçarını ağır kılmayla şağırıp mesela yaxşılık kılış yüzüsten şefile talep kılıp cümleyle diyen bolsa lem yekun liş-şefii illa en ya'khudha hissatahu özünün nesisinden malıdır dedi. Bir adam yok men koypamama deb çın turgan bolsa şu özünün tiyişini alıdı dedi. ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا شبيله مثلا شتوتلن كان bunun biraz kısmı var biraz kısmı yok كان فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك شون بعدم üzemge çüşlükne ma ağaçtıray o kağıdan uzunluğunu alaya almazdı hep türeydise bulmaydı dedi illa ya'khudal kulla ev yada ya min alıdı ya koydu فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. نانك بريلن باولاب شو بريلن همنا آسا عند غائب بوغادم كاغن چغدان عندن اومو الشركة قويدغو خاصة الشرك oldu. Bu mesela yapma ammayman dedi. واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع. Bu anlayan meseleyi. Mesela şebilik hakkı talep kılış için çokuma şirkçilik satkan çağdın burrak boğan buluş gerek mi oldu? Bunu hadi tasavvur kılış bununkin kilden. Daha önce bundan desek kanda gettik gidelim. Lakin bunun misalını verse bunu da ittifakken. واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة. Yani şirkçilike burun bakiyen. Bununkin şirkinin bir satkan bolsa andan şebilik hakkı talep kılışması var diyende ittifakken. Yani ıslab boğanma واختلفوا هل من شرط أن تكون موجودة في حال البيع ıslab boğana aşı satkan çağda şirke ürün sattı. هل من شرطها شرط الأخذ بالشفعة أن تكون موجودة yani şirkçilik satkan halette bağ buluş gerek mi? Ve en tekun sabite qablal beyan setişte ilgili şirkçilik iniq bağlı ispatlangan bolsa anladın mı ya ki başkası mı? Mesela birinci mesele desek فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع satkan canlı şirke mesken çünkü ondan ilgili şirk bulucu mümkün وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفاعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفاعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا bunu qanday tasavvur qilmasa şefilik haqqı talab qilishda kechikibdi bu kechikdi desak bo'ldi o'sha to'xtamdi واتفقوا deganda to'xtam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك